baland qon bosimida yuradim, bular umuman sezmaydi. Bu xavf guruhi. Qon bosimi ko'tarilib turadigan bemorlar 3 ta toifaga bo'linadi. Xo'p, birinchi toifadagi bemorlar bular qon bosimi ko'tarilganligini, demak, sezadi. Qachon ko'tarilsa qon bosimi, hattoki 5 tami, 10 tami, 20 tami ko'tarilsa bu bemorlar sezadi. Va shikoyati o'sha bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, quloq tinishi, ko'z oldini qorong'ulashuvi, quloqda shovqin, ko'ngil aynishi, qayt qilishi bo'lishi mumkin. Birinchi toifadagi bemorlarimiz bular. Ikkinchi toifadagi bemorlarimiz qon bosimi ko'tarilganini sezmaydi. Ya'ni 180 ga 100 bo'lib yuradimi yoki baland qon bosimida yuradimi, bular umuman sezmaydi. Bu xavf guruhi. Xo'p, uchinchi toifadagi bemorlarimiz ba'zida qon bosimi ko'tarilganini sezishi mumkin, ba'zida esa sezmasligi mumkin. Shu uchun ham umumiy qilib aytadigan bo'lsak, qon bosimi, demak, yuqori bo'lib yurishi bu xavf bemor uchun. Ya'ni nimasi xavf? Agar qon bosimi to'satdan ko'tarilsa yoki doimiy ko'tarilib, surunkali ko'tarilib yurgan bo'lsa, qon bosimi bemori, bu bemorda demak insult, infarkt, yurakni o'tkir yetishmovchilikka olib keladigan holatlargacha olib kelishi mumkin. Shu uchun ham qon bosimini ko'tarilganligini sezish bu albatta yaxshi. Tushundingizmi? Chunki sezdi bemor, nima qiladi? Birinchi navbatda signal keladi, demak, vrachga murojaat qilishim kerak yoki bo'lmasam qanaqadir uyda bo'ladigan bo'lsa, o'zi tajribasi bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir dori vositasini ichib oladi. Bu yaxshi. Lekin mana bu ikkinchi, uchinchi toifadagi bemorlarimiz uchun bu xavf. Ya'ni sezmayaptimi? Bu juda ham yomon.